Здравствуйте, я Азам Азизов, вы смотрите блог Узлектор. Делаем интересные и полезные видео на узбекские темы. Dunyodagi eng xavfli 10 ta yo'l. Dunyoning turli nuqtalarida mashinani boshqarish uchun haydovchidan katta mahorat talab qiladigan yo'llar mavjud. Ushbu video lavhamizda dunyodagi eng xavfli yo'llarning fotojamlanmasini taqdim etamiz. Zojila, Hindiston 9 kilometrga cho'zilgan yo'l Ladakh va Kashmir aholi yashash punktlarini bog'lab turadi. Qoyalar yonbag'rida joylashgan yo'l juda tor bo'lib, mashinalar va uy hayvonlarini tez-tez qarama-qarshi kelishi kuzatiladi. Transfigurash, Ruminiya. Karpat tog'larining Figurash massivi orqali o'tuvchi shasse eng baland nuqtasida 2034 metrga yetadi. Shasse Ruminiyadagi eng baland yo'l bo'lib, o'zining go'zal manzaralari bilan qadrlanadi va juda xavfli hisoblanadi. Dalton Highway, Alyaska. Trassa dunyodan ajralib qolgan. Umumiy uzunligi 666 kilometr bo'lib, butun yo'l davomida atigi 3 ta kichkina qishloq uchraydi. Bundan tashqari, trassa dunyodagi eng qorli yo'l maqomiga ega. Khardungla, Hindiston. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yo'l 5802 metr balandlikda joylashgan. Yo'l Guinnessning Rekordlar kitobi va National Geographic jurnali tomonidan dunyodagi eng baland avtomobil dovoni sifatida tan olingan. Yungas, Boliviya. Bu magistral dunyodagi eng xavfli yo'llardan biri bo'lib, yiliga 200-300 kishining umriga zomin bo'ladi. Yo'lning bir tomonida tik qoyalar, ikkinchi tomonda esa chuqurligi 600 metr bo'lgan jar joylashgan. Bu yo'lda mashina boshqarish haqida o'ylashning o'zi qo'rqinchli. Atlantika yo'li, Norvegiya. Norvegiyada joylashgan Atlantika yo'li qirg'oq bo'yida joylashgan kichik aholi punktlarini bog'lab turadi. Trassa sayyohlar uchun mo'ljallangan bo'lib, atrofdagi manzaralar hayratlanarlidir. Go'alyan tunneli, Xitoy. Go'alyan tog' massivi orqali o'tgan yo'l mahalliy aholi tomonidan qurilgan. Qoyalar bag'rida joylashgan yo'l 1972-yilgacha mahalliy qishloqlar va tashqi dunyoni bog'lab turuvchi yagona yo'l bo'lgan. Tianmen tog'laridagi yo'l, Xitoy. Yo'lning uzunligi 10 kilometrni tashkil qiladi. Yo'lda 99 ta xavfli burilish bo'lib, uning boshlanish va tugash qismlari orasidagi balandlik 1000 metrni tashkil qiladi. Magadan, Yakutsk trassasi, Rossiya. Yo'lning dastlabki 90 kilometri 1932-yilda foydalanishga topshirilgan. Yo'lning to'liq qurilishi 1953-yilda tugatildi. 20 yil davomida yo'l maxsuslar tomonidan qurilgan. St. Gotthard, Shveysariya. Alp tog'larida joylashgan eng baland dovonlardan biri. Yo'lning uzunligi 64 kilometr bo'lib, go'zal tabiat manzaralari bilan o'ziga tortadi. Video lavhamiz sizga manzur bo'lsa, like bosing va bizni kuzatishda davom eting.